Yo bola barchaga salom sizlar bilan. Men Hardware Samurai va bugungi videomizda biza bola ko'rib turganda men Spider-Man'ga aylab olganman. Nimaga bu kiyim kiyib olgan bilasizlarmi bola? Men shaharni qutqarmoqchiman. Oyda qanaqadir bir Supermanlar o'zicha anolar paydo bo'lib qopti. Oyda anolar stroj bo'ylani va obrazlarimni meni urib, o'ldirib ketadigan ekan bola. Biz hozir esa bu Supermanlardan qochib, eng qimmat Lucky Block topib turib, eng zo'r Superman'ga aylanib olishimiz kerak bo'ladi bola. Ko'rayotganda menda faqat Spider-Man bor mana. U g'irt o'zimga o'xshaydi bola. Lekin bu yerda hozir biz bundan ham zo'r Spider-Man'lar olishimiz kerak. Masalan, men bu yerga kiradigan bo'lsak, bizda juda ham zo'r Spider-Man'lar bor. Hali bu yerda Spider-Man o'zimiz Spider-Man'im eng tuftasi bo'ldi. Bu yerda undan ham zo'r, hatto Avengers'ni bilasizlar bo'la. Qasoskorlar filmidagi bundan ham zo'r anolar bor bu yerda, geroylar bor. Короче, men pulini yig'amiz bo'ldi. Menda $1000 pul bor. Va bunga biz hozir birinchi bo'lib reverse ham qilsak bo'lar ekan. Yo'qmi-yo'q, pulga reverse qilanar ekan bola. Hozir reverse qilsam juda ham kam X berar ekan. Oldin reverse qilib o'tirmaymiz. Biz hozir upgrade qilishimiz kerak bo'ladi. Upgrade qayerda ekan bu yerda bola? Upgrade zona yo'q ekan menimcha. Qanaqadir speedlarni kuchaytirish uchun bizga faqat anu kerak. Bizga faqat reverse bilan bunaqa treadmilllar kerak ekan bola. Bizga teginga 500 speed berdi boya. Buni men olgandim. Mayta kim yurtdi? Yes, siroj bilan Spider-Man bordi. Buni qaranglar, anu qaysi bo'laydi? Anu multikdagi bo'lamidi? Mana u kim? Mana kim? Bu o'zini skini kiyib olgan ekan. Spider-Man bo'lar. Bu buni buyuk Sigma 7 deb qo'ygan bola. Qanaqasiga bu meni kim qo'yib olgan? Akamizga obro like bosganman, dirza qo'shing. Bola, Beko Sigma 7 ni dirza qo'shib qo'yamiz. Men dirza qo'shib qo'ydim. Bola obuna bo'lgan ekan. Sizlar ham bola obuna bo'lsanglar, videoga like bosinglar bola. Sizlarni ham dirza qo'shib qo'yaman bola. Hozir men 10-levelga o'tib oldim bola. Endi biz ham aytdik, yuguramiz va eng zo'r geroyni olamiz. Davay bola, stage 1. Qaysi stejga o'tib ekanman? Uy, biz tushdik pastga. Uy, bizani to'r quvlar ekan. Buni qaranglar. To'r kiyotdi. Birinchi stage bo'la. Bizda stagelar bor, bilasizlar o'zingizlar. Har bitta stejda o'tganimiz sayin bizda zo'r geroy berish imkoniyati bor o'yradi bo'la. Mana ko'rayotganinglarda bizda 11-chi yo'lga o'tib ketdik. Qancha tezroq. Uy, ay, afsuski tushib ketdim bo'la. Men rare olish imkoniyatim, lekin 30% chiqdi qaranglar. 70%ligi uncommon bo'la. Menimcha uncommon chiqdi. Qanaqangi geroy tushirgan bizga, iltimos qimmatroq geroy tush. Uy, mana kim? Oy, bu anuku bo'la. O'zini anusi bo'ladi. Uni bilaman bo'la. Qasoskorlarda kim ko'rgan buni? Kim buni ko'radi? Kamonchi bo'la. Ana kuchaytirib qo'yamiz. Hozir sekundiga bizga endi $60 dan beryapti. Biz tez kuchayib, mana levelimizni juda ham oshirib olishimiz kerak bo'ladi. Hali men bundan ham zo'r geroylarni olishim kerak. Qani kamonchi bo'la, qaysini qaytdi degan. Uncommon, mana hozir o'tib mana bo'la. Rare desa bo'la, Batmanning qiz bola versiyasi ham bor ekan, Flash bor ekan, Mr. Fantasticlar bor ekan. Bo'ldi, hozir ana olaydi. Mola yig'ik. Bu nima qilyapti bu? Yo'q, menga kerak emas bo'la. Menga bermanglar. O'zi beradigan narsa ham bo'lmasa kerak. Reverse qilishimiz kerak. Biz $15,000 ga reverse qila olar ekanmiz. Upgrade yo'q ekan bu yerda. Mana bu treadmilllar sotish pullik ekan. Hatto manolar pullik emasmi? Hammasi reverse turar ekan bo'la bilan. Pul turar ekan buni. 900 lik treadmillni qaranglar. 216 Robux bo'la. Yo'q, starter pack ovoz degan bo'lar ekan. Starter pack Deadpool ham bor ekan bu yerda bo'la 144 ta Robuxga. Hatto bu yerda spin ham yo'q ekan, tekinga beradigan. Yo'q, kuchayish ancha qiyin bo'ladi bo'la. Tekinga mana bu yerda $75 million tekinga pulni berar ekan-ku. Superman bo'ldi. Lekin buni hozir olmas ekan. Buni ancha keyin olsa bo'lar ekan. Bu bitta mayli, biz hozir undan ham tez o'zlarimizni kuchimiz bilan kuchayamiz bo'la. Let's go. Spider-Man ketdi bo'la. Turamizdan to'xtata olmaydi. Qani ketdi. Stage 2 ga o'tib olsak bo'la, bizda rare imkoniyati kuchayardi. Davay. O'shani o'tib olsak bo'ldi bo'la. U yaxshi. Men 2-3 marta sakrab o'tib ketishim kerak, mana shunaqa qilib. Bu yerdan o'tamiz. Asosiysi bitta tezlik bo'la. Yaxshi. Mana zonaga o'tib oldik. Bu yerdan o'tamiz. Tur kelyapti, tur. Stage 3 ga yeta olaman bo'la, stage 3 gacha. O'tdimmi hozir stage 3 ga? Yo'q, o'tolmadim. 4 tip bordi mening ko'timda. Bo'ldi bo'la, aytdim shu. Qarish, uncommon chiqdi bo'la. Qani qaysi tushar ekan? Iltimos qimmatroq tushsin faqat. Davay. Yo'q, qanaqangi bu? Ana bo'lishdan-ku bu. Menga ham tushdi. Hozir buni kuchaytiramiz bo'la. Sekundiga qancha pul berar ekan? Sekundiga $141 ancha yaxshi pul beryapti bo'la. Endi polisi hamma pullarni yig'ib olamiz. 15 ga qiladigan bo'lsak, bo'la biz reverse qilsak bo'ladi. Davay ketdi. Biz yanada zo'r Spider bilan tushishga harakat qilamiz. To'rt ukasi? Yo'qmi? Bo'la, yaqinda Spider-Man'ning yangisi chiqdi. Ko'rdilarmi, o'rgimchak odam yangi kinosi chiqdi. Ko'rganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsin bo'la. Hali ko'rganimda o'zbekchasi chiqqani yo'q menimcha, rus tilida chiqdi, ingliz tilida ko'rganlar bo'lsa, lekin gap yo'q.
kommentariyga yozib qoldilar. O'zbekchasi chiqsa ko'raman deb o'tiribman endi. Davay bola, stage 3 ga o'tib olamiz. Ana yerda bittasi o'tib ketdi. Uni ham 4 tepi bordi bola. Meni ham tepi bordi. Yo'q-mayo. Unga nima tushdi? Unga rare tushyapti, buni qaranglar. Menga nima? Menga rare tushdi bola 30%lik. Qani rareda qanaqangidan olamiz? Batman qizni olaylik. Menga $500lik var mashin. Mana qanaqadir. Bu anu-ku bola. Bu anu. Kim edi bu? Tony Stark tanishmasmi? Shu do'sti, Tony Stark do'sti bola. Shunaqami rostdan? Men esdan chiqib qo'ygan, ancha bo'ldi ko'rmagan kinolarda bola. Mo'y kuchaytirib qo'ygan. $900 sekundiga beryapti degan gap yo'q bola. Hozir reversdan qilib tashlasak bo'ladi, bemalol. Mayda reversdan tushirishimiz kerak. Hali 25-levelgacha o'tib olishimiz kerak ekan. Biz hozir mana kuchaytirib turib 25-levelga ham o'tib olamiz. Mayda minib turib, mana shu X'imizni ko'paytirsak bo'ladi. O'zimizga bola treadmill sotib olishimiz ham kerak ekan. Nima deysizlar bola, Robux tashlab treadmill sotib olsam. Yo'q bola, men hozir o'zimga Robux tashladim va bola bu yerda hozir o'zlarimiz geroyni almashtirib olamiz. Tony Starkga bola, men qayman Tony Stark bo'ldim. Lekin oyog'imdagi mana kalashim o'zgaryapti bola. Mana bu yerda hozir ko'rayotgan edi-da, o'zimga treadmill sotib olmoqchiman bola. Men qimmatli namaniyroq treadmill kerak. Men 100 tani men siyman bola, qolganlarni men siymayman bola. 72 Robux ekan. Bizga qaranglar bola. Menga atik 10x yetadi bola. 30 ta Robux 10x treadmill olamiz va tezroq kuchayishga harakat qilamiz bola. Davay 10x treadmillda biz уже 17-18-levelga oldik. Hozir 25-level qiladigan bo'lsak, biz reverse qilamiz va pullarimiz va speedimizdan juda ham tez kuchaydigan bo'lib ketadi bola. O'shanaqa ham tezligimizni kuchaytirmasak bo'la ancha qiyin ekan bu o'yinda, lekin tezlikni kuchaytirish. Mo'ytdan hozir tezligimizni reverse qilmasimizdan oldin ham biz ana geroylardan qochib turib eng zo'r lucky blocklarga o'tishimiz kerak bo'ladi. O'shani ham ochib qo'yamiz. 2x step bor ekan bizda, 2 ta Robuxga atdiki, o'shani ham olib qo'yamiz bola. 2x step 4x esa 4 ta Robux ekan. Arzon ekan bola, arzon bo'lsa olaveramiz. Chunki bizning kuchayishimizga juda ham zo'r yordam beradi bu. 11 ta Robux 8x ushbu Robuxdan ancha qimmat. Men 25-level bo'ldim bola. Qani Tony Stark kimida yugurib ko'ramiz. Davay let's go. To'r bizdan tutolasan bu yo'qki. Ke. San tomimiz o'zi ham ke. Bola уже stage 1 ga kelib oldim men. To'r hali chiqqani yo'q o'zini bazasidan. Men keldim, davay to'r qarasa, yo'q o'tgan bo'ldi, orqaga qaramay yuguramiz bola. Orqaga qaramasdan qochish kerak bitta og'iz. Davay, mana shu kelganda hozir to'r tutolardi bilsanglar agar. Biz qaysini o'tdik? Yaxshi. Stage 4 gacha bola. Stage 4 gacha ulguramizmi? To'r kiyotdi haligacha. Voy, o'sha oldi to'r bizani. Menimcha qayta bir yer olamiz bola. 30% epic tush imkoniyati bor. Epic tushsa undan ham tez kuchayamiz. Menga epic tushdi bola. 30%lik epic. Ichidan nima chiqadi? Qaysi geroy? Kim bu? Bu kim bu? Bu kim edi voy? Maskasi bor. Meni. Sarash bu ekan bu bola. Menman bu deydi. Yo'q bola. Pullarni olamiz. $400,000 buni kuchaytiramiz bola. Sekundiga qancha yuryapti endi bu? Ko'rdilar bola, biza oddiy treadmill olganimiz bizga ancha foyda keltirdi. $7,000 sekundiga beryapti men berayotgan. Kesing berayotcha beraman, Siroj. Qanasan? Kiming almashtirib olganmisan? Berib bo'lmas ekan. Berib bo'lmas ekan. Afsuski bola. Berib bo'lmas ekan. Mayli, necha chiqsa yo. Mayda pullarni olaylik-da. $230,000 pulimiz bor. Reversdan bosvoramiz bola, nima deysizlar? Reversdan qo'ramizmi? Qani ketdi bola, reversdan bosvordik unda. Let's go. 10x treadmillimni men kayf qilib yuguraman. Tezligimiz endi ancha tez kuchayyapti. 24-levelga o'sha kelib oldik. Biz hozir 45-levelgacha boradigan bo'lsak, biz ham mana bu stage 4-5larga ham easy o'tib ketamiz bola. O'sha easy stagelarga easy o'tib ketishimiz menga juda ham yoqadi. Garchi hozir 11 ta Robux yana 8x stepda olaman bola, chunki bunda yanada tezroq kuchayamiz. 100 ga speed ham bor ekan, 18 ta Robux lekin yo'q, bizda 500 ga bor, bizga shart emas. 2x moneylar ham bor ekan bu yerda, lekin Robuxlar qimmat ekanda bola, mayli hech qilib. Bularni olmay turamiz hozirchalik. Bu yerda trailer bor ekan. 10k ga 1.5 bilmalik trail olsa bo'lar ekan. To'xtanglar bola, trail olib ko'ramizmi? Trail olib ko'rak, bizani tezligimiz ko'payishiga yordamlashadigan narsa. Mana orqamizda yuradi trail. Yoki men olganim yaxshiroqmi? Bola $1.5 million ga ash traildi. Menda hozir $600,000 bor. $1.5 million yig'ib olsak, beldan oladik. Mayli bola. $1.5 million olaylik. Beko Sigman nima qotdi? Bo'y uzun ekan Beko Sigman ashi mendan. Men qochinglar, men Kapitan Amerikaman. Kapitan Amerika emas-ku bu. Bu Tony Starkning basharasi. Tony Stark kiyimi bu. Hozir bundan ham zo'rlari bo'lishi kerak bo'ldi.
Yo Tony Stark chiroyli-da baribir bo'ldi. To'g'rimi? Tony Starkga qaranglar. Вообще chiroyli menga eng yoqadigan personaj bo'ldi. Anolardagi. Qani bo'ldi 32-yilga keldik. Yugurib ko'ramiz endi. Qayergacha bora ekanmiz? Biz starter pak olib ko'rmadik-ku bo'ldi. Kompyuterda izlab ketamiz-da. To'r ukam ke. Bu to'rni basharasi, bu to'r emas-ku, bu anu-ku bu. Ey, yugurayotgan kim edi? Qo'layotgan? Tanusmi? Tanus bo'ldi. Qanaqa to'r bo'ldi? Adashibman ekanman. Tanus bu barmoqni anon qiladigan. Yo-mayo, endi esiga keldi bo'ldi. Stitch 5-2 bo'ldi bo'ldi. Hozir urib yuradimman, tip boradi hozir. Voy, tip bordi. Qana bo'ldi, bizga nima tushirgan? Agar legendari chisa borku, like bosga bo'lsa legendari chiqadi. Epic ham normalniy bo'ldi. Ayda Tanus qaligacha ketyapti bo'ldi. Nima tushdi? Qani, oy, Deadpoolmi? Yo. Qani tushdi menga? Ha, shohlikim bu. Daredevil ekan nomi, Daredevil. Bular nomini o'zbekchasini bilmayman bo'ldi. Qarshi bular yig'olikchi bizga anu yetib qoldimi pul? Voy, yetib qolibdi-ku bo'ldi. Trail olganim yaxshimi yoki buni kuchaytirganim yaxshimi? Menimcha buni kuchaytirganim ancha yaxshiroq, chunki bundan kelayotgan pulga keyin easy trail olib qo'yamiz. Bunda juda ham ko'p pul kelyapti, mana qaranglar. Mana kuchaytirib tashlaymiz. Bu ham 11 sekundiga beryapti. Yaxshi bo'ldi. Aytdi, ozgincha tezdan tezligimizni kuchaytirib olamiz. Maytda o'sha starter pakni olaymikan deyapman. Blue Beetle bilan Iron Man. Men Tony Starkda realniy o'zini radnoy anosini berar ekanda kiyimini $100,000 ham berar ekan. $100,000 menga qiziq emas-ku, lekin mana ikkalasi legendarniy ekan bo'ldi. Men geroga kiradigan bo'lsak, legendarniy zon men Iron Man mana shuni beradi va mana ikkalasini berar ekan. Lekin bu yerda mufiki bor ekan. Bundan keyin Secretdan keyin Divine va Exotic, Ancient va Exclusive bo'ldi. Mana Deadpool Exclusive ekan. Hozir olib qo'ysam bo'ladi buni eng zo'rini bo'ldi. Men gerolar eng zo'rini olib qo'ysam bo'ladi, lekin shuncha Robux jarga ketadi bo'ldi. Afsuski. Undan ko'ra bu Robuxlarga bo'ldiga treadmill tarqatganim ancha yaxshiroq. To'g'rimi bo'ldi? Da. Da ketdi. Mana bermaydi nimaga? $75 million 20 minutdan keyin berar ekan. Hamma yo'qotib yuborisham 70 Robux ekan. Hamma joyda biznes. Короче, bizda $1,5 million pul bo'ldi bo'ldi. Endi biz bemalol mana trail olib qo'yamiz bo'ldi. Oy, menda trail bor. Chiroyli bo'lib turibdi. O'zimga mos bo'ldi. Ko'k rangli. 34-level bo'ldim. Qani 5-stagegacha bora olarkan bo'ldik. 5-stagegacha bora olaman deb o'ylayman bo'ldi. Agar bora olsam like bosib qo'yinglar, bora olmasam bo'ldi. Kommentariyaga samuray sira deb yozinglar. Davay ketdik. Stage 3 ga keldik. Pashti stage 3 lavalarga tushib ketmasligimiz kerak. Asosiysi lavaga tushib ketmaymiz. Keyin mayda qoda kelar ekan, basharamizga qarab urilib ketmasligimiz kerak. Qoch sakra. Birinchi stage bo'ldi. Hozir 5 ga o'tib olamiz. Easy. Ketdi. 5 ga agar bolalar 5 ga boradigan bo'lsak, bizga albatta legendani tushadi. Lekin 5 ga Tanus yubormayapti-da mana. Tanus qo'yib yubormayapti 5 gacha. Legendani 30 foiz tushish ehtimoli. Legendani epic tushdi bo'ldi. Mayli, epic ham sekundiga 5 ga beradi. Uni ham kuchaytirib ko'proq beradigan qilib qo'yamiz. Qani kim tushdi? Boshqacha personajmi? Bu kim bu? Zombi tushdi menga. Tanish chehralar. Tanish chehralar. Qo'yib qo'yamiz mana shu yerga mayli. Necha? Bizning pulimiz qilib yotibdi. Bunga hozir mana kuchaytirib qo'yamiz. 27 ga beryapti mana. Daredevil. $3 million pulga yana kuchaytirib bo'ladi. Mana kuchaytirib qo'yamiz. Bu ham normalniy pul beradi bizga. Qani, demak bo'ladi, nima qilamiz? Endi ozginchani tezligimizni kuchaytirib olishimiz kerak. Biz 5-stagegacha hali o'tirganimiz men qiziqyapman juda ham. Bo'ladi, legendariyadan narsa tushirib qancha berar ekan sekundiga? Berarmikin bo'ladi, nima deb o'ylaysizlar? Hozir topganga bitta trening tashlab beraman bo'ladi. Kommentariyga yozib qoldiringlar hozir. Harakat qildim, shuncha yugurdim va 37-levelga zo'r yetib keldim bo'ladi. Men aytdim, bizani anonimizdan tayyorlab. Menga berdi. Berdimi? Mana 20 million sekundiga, 20 million ekan bu, 75 emas. Ancha reverse qilish kerak 75 bo'lish uchun. $148 million ga hozir men aniq qilsam bo'ladi mana. Kuchaytirsam bo'ladi yana. 26 million bo'ldi endi. Yo-mayo bo'ldi, menga super men berdilar. Oy, pulimni ko'pligini qaranglar, solmadingmi hali? Nima bermaydi? Yo'q. Bo'ldi mana, men trail oldim, yangi trailcha bo'ldi. Endi bu 2x qilib beradi tezligimizda, yangi trail. Men soqqaga nima qilsa bo'ladi pullarga bo'ldi. Bu pullarga tezlikni kuchaytirsa bo'ladimi o'zi? Nima qilsa bo'lar ekan bu yerda? Ayta gruppaga qo'shilsa yana bir nima berar ekan. Void aura berar ekan. Reverse qilish kerak, короче. Men 45-levelda reverse qilar ekanman. Level qo'shmay faqat pulda qilib qo'ysa-da reverse qilishda. O'shanda easy qilib yuborardik. Nimaga? Endi mana qimmati bor-ku, 40 millionlik. Men legendani nima qilaman?
Da ketdi bola. Mayli, stage 3 ga o'tolamiz. Ay, Superman kim bu bola? Qanaqa Superman bu? Mana sekidur Nuraziz ekan bola, nima olgan? Aura olganmi? Aura olgan. Bizlar ham hozir aurani ko'ramiz. Aura bormidi bola? Bo'yaman, ko'rmadim-ku. Aura bor degani. Thanos kelyaptimi? Thanos ko'rinmayapti qo'rqimda. Men stage kelyapti ekan. O'tdim ana qo'yadi bola. Bo'ldi. Legendarniy tushib bizdagi legendarniy iltimos. Oy bola, legendarniy tushdi. Qancha nima chiqadi? Ichidan qanaqa narsa tushadi bizga? Qanaqa geroy bola. Legendarniydan menga 25 kalik. Oy, ana tushdi menga. Nima edi? Mana u kim edi? Mana u o'sha kerakchi hozir. Tony Strike. Mana shu olib qo'yamiz. Oy, endi tushundim. Geroyga kirasan-ku. Men Superman tanlab qo'ysam 50 mingta qadam beribdi yugurganimga qara. Mana men kirsang eng qimmatini tanlasang, mana yerda yozib qo'ygan ekan 50 ga step. Endi tushundim bola. Ma'lan kishitirsalar Superman skinini kiysanglar, o'shanda sizlarga juda ham ko'p aniq berar ekan. Oy, men o'sha 45-levelga kelib qoldim bola. O'sha 45-level bola. Reverse hozir 3 milliard pulim bor. 3 milliardga men aura bilan ana olishim kerak. Aura olamiz hozir 3 milliardga 150 millionga olar ekanmiz aurani. Oy, mana auramga qara, qishli aura. Endi yerda trail qanaqasi bor edi? 20 milliard ekan keyingi trail. Reverse qilaychi bola. Qarshga o'tiramiz bola. 3-2 milliardga men tutib qo'yar ekanman. Mana. Hoppa bo'ldi. Endi buni levelga tushiramiz bo'ldi. Oy, tezlashib ketgan. O'sha 42-chi, 45-level bo'lib ketdim men. Keyingi reverse bo'ldi bizda 70-levelda ekan. Yo'q. Biz 70-levelga qachon boramiz endi? Pulam yig'ib qo'yish kerak ekan hozir qayerda. Pulam yig'ib tashlaymiz. Oy. Pulni men uchun yig'ib bo'ldik-ku. Da 2 millionni yig'ib bo'ldik. Vobshe kam pul bizlar uchun hozir. Juda ham ko'p pul bor. Yaxshi, 51-levelgacha kelib oldik bo'ldi. Tezligimiz 1.5 milliard bo'lib ketdi даже. Qani endi yugurib ko'rakchi bolalar. Qayergacha boralar ekanmiz? Oy. Bu Superman vobshe ekan. Mana Thanos bilan qo'lyapti. Thanos bizga hayot yeta olmasa kerak endi menimcha. Emoyatda kimdir yig'ib tushdi. Sabr tilaymiz bratga, normal narsa tushsin. Etik tushsin qaytyapti. Rer tushsin. Etik tushmas edi. Stage 4 bo'ldi. Mana Thanos haligacha kelgani yo'q bo'ldi. Mana yerda свободный zona ekan, katta zona, betlarda izut ko'targanmiz. Mana tagidan ham izut ketamiz. Stage 6 ga bora olaman bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Stage 6 ga bora olamanmi? Azgincha qoldi. Oy, Thanos kelyapti bo'ldi. Thanos. O'tdi, keldi. Yaxshi bo'ldi. Qani bu yerda nima uchadi? Mifik tushish ehtimoli 30% ekan bo'ldi. Mifik tushib qolsangiz bor. Legendarniy tushdi. Mana legendarniyni yozib ko'ramiz. Qanaqangi bizga Superman tushar ekan. Qani, davay. Nima bu? Yana Tony Stark tushdi menga. Yana Tony Stark. Yo bola, shuncha Tony Starkni oldik bola. Qarochi bola, men zonam ko'ydilar. Tony Stark bor, bunaqa qanaqadir Daredevil bor, Deadpool jurasi bola. Keyin mana bu yerda Spider-Manning zo'ri yo'q. Legenda Spider-Man bola, to'g'rimi? Legenda baribir Spider-Manning zo'ri yo'q. Men esa Superman kelib olgan uchun bu qimmat. Bola, qaysi shu joyda men videoni tugataman bola. Albatta bu videoni, bu o'yinni ikkinchi qismini xohlasanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab ko'rishguncha, xayr.